Barchaga salom hurmatli traderlar. Sizlarni navbatdagi videoroligimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi videoroligimizda sizlar bilan MetaTrader 4 va 5 platformasi to'g'risida kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlar to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni MetaTrader 4 va 5 platformasini yuklab olishni va uni ichidagi sozlamalarini, kerakli bo'lgan ma'lumotlarni va broker tomonidan ochilgan savdo hisob raqamlarimizni ulashni to'liq ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Meta 5 va 4 savdo terminali MetaQuest kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan dasturiy ta'minot hisoblanadi. Uning yordamida turli moliyaviy bozorlarning narx o'zgarishini va harakatini kuzatib tahlil qilishimiz va broker tomonidan ochilgan savdo hisob raqamlarimizni unga ulagan holda moliyaviy bozorda savdo operatsiyalarini amalga oshirishimiz mumkin. Demak, MetaTrader 4 va 5 platformasini sayt orqali yuklab olishingiz ham mumkin yoki siz ishlayotgan brokerlar saytidan ham yuklab olish mumkin bo'ladi. Ushbu ko'rib turgan sahifangiz XM Brokerning shaxsiy kabineti hisoblanadi, ya'ni mening shaxsiy kabinetim bu. Ushbu joydan ro'yxatdan o'tganman, verifikatsiya qilganman, barcha kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarimni kirgizganman. Ana endi siz qaysi brokerda ishlayotgan bo'lsangiz, o'sha brokerdan savdo platformasini yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Birozgina joyi va holati o'zgarishi mumkin, lekin hammasining ishlash prinsipi bir xil. Agar siz qaysi brokerni tanlashni bilmayotgan bo'lsangiz yoki qaysi brokerlar ishonchli ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, albatta ushbu video ostida linklarni qoldiraman. Men ishlaydigan brokerlarni. Ushbu brokerlar barchasi ishonchli, doimiy ravishda bir necha yillar davomida ushbu brokerlar bilan ishlab kelaman. Demak, ushbu brokerdan savdo platformasini yuklab olish uchun mana bu joyda ko'rib turgan chap tomondagi boshqa tugmalarni bosishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu tugmani bosadigan bo'lsak, mana bu joyda ko'rib turibmiz, turli xil platformalar mavjud. Bularni yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Agar siz MetaTrader 5 platformasida to'liq o'rganib olsangiz, 4 platformasida ishlash sizga hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Demak, ushbu tugmani ustiga bosamiz va bizni mana bunday oynaga olib o'tadi. Bu joyda qaysi qurilmaga xohlasangiz, o'sha qurilmaga yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Va ushbu joyda ko'rishimiz mumkinki, yuklab olish yozuvi turibdi. Ushbu yuklab olish yozuvini ustiga bosadigan bo'lsak, bizni kompyuterimizga yuklab olish jarayoni boshlanadi. Ya'ni men sizlarga hozir kompyuter orqali ko'rsataman. Telefon orqali ham xuddi shu tartibda amalga oshiriladi. Kompyuterga yuklab olamiz. Ushbu holatda bir zumda yukladi bizga va bu saytdan chiqib ketsak bo'ladi. Umumiy kompyuterimizga o'tib olamiz. Demak, ushbu joyda ko'rishimiz mumkin. Ish stolimizda ko'rinib turibdi. MetaTrader 5 platformasining fayli ushbu joyda turibdi. Demak, ushbu faylimizni ustiga 2 marta bosamiz. Bu joyda Delete tugmasini bosishimiz mumkin bo'ladi va o'rnatish jarayoni boshlandi. Demak, mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. O'rnatib bo'ldi. Ushbu joyda Gatov tugmasimiz X ni bosib chiqib ketishimiz mumkin bo'ladi. O'rnatib oldik. Bu ham joyda turishi mumkin. Istasangiz bu ikkalasini ham o'chirib tashlashingiz mumkin. Bizga kerak emas. Mana bu joyda ko'rib turganingizdek, MetaTrader 5 platformasi tayyor o'rnatib bo'lindi va chap tugmani 2 marta bosamiz va ichiga kirib olishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi biz bu joydan yana qayta ushbu brokerning sahifasiga o'tib olamiz. Nega? Biz u joydan hisob raqamimizni ochamiz va ushbu terminalga ulab olishimiz kerak bo'ladi. Hozircha bizga bu krestik qo'yaveramiz va yopib turishimiz mumkin. Yana qayta shaxsiy kabinetimizga o'tib oldik. Demak, bu joydan biz hisob raqam ochishimiz kerak bo'ladi. Biz bu joyda hisob raqamni demo hisobda ochamiz. Negaki turli xil bitimlarini ochib sizlarga ko'rsatib berishim kerak bo'ladi. Demo bo'limiga o'tamiz. Mana bu joyda ko'rib turibmiz va pastda yangi hisob raqam yaratish tugmasini bosishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ustiga bosamiz. MetaTrader 5 platformasini tanlaymiz. Bu joyda davom etish tugmasi va bu joyda savdo hisob turlari mavjud. Istalganim birini tanlashimiz mumkin. Misol uchun standartni tanladik, birinchisidagini. Davom etish tugmasini bosamiz va ana endi bu joyda parol yaratishimiz kerak bo'ladi. Parolimiz esa mana bu joyda pastda yozib qo'ygan. Mana shu shartlarini barchasini bajaradigan bo'lsak, hammasi yashilga aylanib qoladi. Misol uchun ko'rishingiz mumkin, barchasi yashilga aylandi va bemalol ushbu yuklash tugmasini bosishimiz mumkin bo'ladi. Bizga demo hisob ochib berdi. Ushbu savdo hisob ma'lumotlarini bizga kerak bo'ladi. Bu joyda yaratilgan parolimiz,
savdo hisob raqamimiz va serveri kerak bo'ladi. 3 ta narsa orqali savdo platformasiga ulab olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana bu joyda boshqa tugmasi turibdi, ya'ni nastroyka deyish ham mumkin. Hisob ma'lumotlari tugmasini ustiga bosadigan bo'lsak, bizda bu yerda ma'lumotlar barchasi keltirilgan. Faqatgina bu joyda parol ko'rsatilmaydi. Parol sizni esingizdan chiqmaydigan, doim ishlatadigan, doim yodda turadigan parolni yaratib yozishingiz kerak bo'ladi. Shunda doim savdo hisob raqamingizni istalgan qurilmaga ulab olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ko'rib oldik bu joyda. Birinchi ikkalasi kerak bizga. Birinchisi server, ikkinchisi loginga ketadi bu. Uchinchisi esa biz biroz oldin yozgan parolimiz. Shularni bilsak bo'ldi. Ana endi savdo platformasiga qanday ulashni ko'rib chiqamiz. Demak, ushbu joyda ko'rishimiz mumkin. Bizda hali hech qanday savdo hisob raqam ulangani yo'q. Buni qayerdan bilamiz? Ya'ni pastki qismimda mana bu burchakni qaraydigan bo'lsak, hech qanday kilobayt ko'rsatmayapti. Ikkalasi ham 0 turibdi. Bu degani bizni terminalga hali hech narsa ulanmadi. Agar ulanadigan bo'lsa, mana shu joydagi ko'rinish o'zgaradi va buni ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Ana endi ulash uchun ushbu burchakda, chap burchakda yuqorida fayl tugmasini ustiga bosamiz. Pastga tushadigan bo'lsak, mana bu joyda ko'rib turibmiz. Подключить к торговому счету deb yozuvini ustiga bosishimiz kerak bo'ladi. Va mana shu joyda birinchi o'rinda login so'rayapti. Bu loginni savdo hisob raqamimizni kiritamiz bu joyga. Savdo hisob raqamimizni ushbu joyga qo'yishimiz mumkin. Keyingisi parol. Parolni o'ylab topib yozgan edik. Aynan o'sha narsani bu joyga ham yozishimiz kerak bo'ladi. Yozib oldik. Keyingisi server dedim. Aynan mana shu serverni ushbu joyga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Esinglarda bo'lsa, oxiri 7 edi va barchasini kirgizdik. OK tugmasini bosamiz. Va ana endi ushbu joyda pastki qismida ko'rishingiz mumkin, xuddiki telefonda antena chiqqanday chiqib qoldi. Ya'ni qancha tezlikda ishlayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi ushbu pastki o'ng burchakdan. Va mana bu joyda hali ham grafik ulanmagan. Faqatgina buni ko'rsatish uchun mana bu joyda ko'rishimiz mumkin gold va reshotkasi turibdi. Aynan mana shu gold reshotkasi yo'g'ini standart hisoblarga mo'ljallangan. Bu esa boshqa hisob raqamniki hisoblanadi. Vid tugmasini bosamiz va obzor rinka tugmasini ustiga bosishimiz mumkin bo'ladi. Va ushbu gold, ya'ni tillani ustiga sichqonchaning chap tugmasini bosib grafikka olib o'tamiz va bizda grafikni ko'rinishi boshlaydi. Ana o'yindan so'ng mana bu targovli bo'limiga o'tadigan bo'lsak, pastda turibdi va balansimiz ham $5000 tanlagan edik va bu joyda balansimiz paydo bo'lib qoldi. Ushbu joyda deyarli ishlash uchun tayyor. Demak, birinchi o'rinda terminalni sizlar ochganinglarda, yangi ochgan bo'lsanglar, ushbu holatda bo'lishi mumkin. Aytaylik, qanaqadir pastda indikatorlar bo'lishi mumkin yoki mana bu joyda qo'shimcha ema qo'shilgan bo'lishi mumkin. Bularni hammasini olib tashlash, qo'shish, barchasini ko'rib chiqish mumkin bo'ladi. Ushbu terminalni qismlarga bo'lib chiqamiz. Birinchi o'rinda grafikni o'zimizga sozlab olishni ko'ramiz. Ikkinchi o'rinda yuqoridagi barcha funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Uchinchi o'rinda pastdagi funksiyalarni va to'rtinchi o'rinda savdoga kirish va savdodan chiqishni ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Va shu bilan ushbu video rolikdagi o'ylaymanki kerakli barcha ma'lumotlarni bera olgan bo'laman. Ana endi birinchi qismdan boshlashimiz mumkin. Grafikni aytaylik, pastdagi bizga indikatorlar kerak emas. Kerak bo'lsa ishlatishingiz mumkin. Bu avtomatik tarzda sizga o'rnatib qo'yilgan bo'ladi. Ushbu liniyani ustiga sichqonchani olib boramiz va o'ng tugmasini bossak indikatorni udalt qilish tugmasi chiqadi. Ushbu holatda ustiga bosamiz va indikator ko'rib turganingizda o'chib ketadi. Agar mana bu setka sizga xalaqit beradigan bo'lsa, ushbu setkani ham olib tashlashni ko'rib chiqamiz. Demak, yana sichqonchani o'ng tugmachasini bosamiz grafikka qo'ygan holda va mana bu joyda kerakli ma'lumotlarimiz chiqadi. Setkani ustiga bosadigan bo'lsak, bir marta setkamiz yo'qoldi va mana bu holatda ko'rib turishimiz mumkin. Grafikni mana bu chekadan boshlanishini ko'rib turibmiz. Hammada bilsanglar, mana bu biroz boyoqroqdan boshlanadi. Ushbu holatga o'tkazish uchun mana bu tugmasini bir marta bosib qo'ysak, grafik bu yoqqa surilib qoldi. Tugmani qayta bosadigan bo'lsak, obratno joyiga qaytadi. Yana sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz va pastroqqa tushishimiz mumkin bo'ladi. Svoystva. Svoystvasiga kiramiz. Bu joyda birinchi o'rinda turgan svetlarni o'zgartirib olishimiz mumkin. Mana bu joyda ko'ribdi, grafik qaysi holatga keladi. Istaganingizga qo'yib foydalanishingiz mumkin. Oppoq ekran qilib va oq va qora switchga aylantirib olishingiz ham mumkin. Yoki mana bu holatda rangli qilib. Keling, mana shu
shu holat bizga yoqdi deylik. Va qo'shimcha mana bu joyda ma'lumotlar bergan, ya'ni spreadni sizga ko'rsatib tursinmi, har kunlik bo'limda alohida qilib ajratib ko'rsatib tursinmi, barchasini ushbu joyda ko'rishingiz mumkin. Общий bo'limida ham qanaqa yapon switch yoki bar yoki lineyni xuddi shunga o'xshagan barchasini tugmasini ustiga bosib o'zingizga moslab olishingiz mumkin bo'ladi. Aytaylik, mana shu holatda bizga kerak. Va ko'rib turganingizdek, oppoq ekran va ya'ni orqa fon oq, switchlarimiz qizil va yashil switchlardan iborat bo'lib qoldi. Mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Time frame'ni o'zgartirib olsak yaqinroq bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, narxning o'zini harakatlanish joyi va mana bu brokerning foyda oluvchi, ya'ni spread hisoblanadi. Bu grafikdagi sozlama. Mana bu joydagi yuqoridagi tugmani bosadigan bo'lsak, bizda to'g'ridan to'g'ri birdaniga bitim ochish va yopish tugmasini ochib beradi. Va buni yana bir marta ustiga bosadigan bo'lsak, yana qayta yopiladi. Asosiy tugmalarni sichqonchada chap tugma bilan boshqariladi. Demak, aytaylik, bu joyda biz bitim ochmoqchimiz. Buy tugmasini bosish bilan kifoya, ya'ni sotib olishingiz mumkin bo'ladi ushbu holatda. Bu joyda sizdan so'rayapti, birdaniga ochishga ruxsat berasanmi? Xohlasangiz bu shartlarni o'qib chiqishingiz mumkin, buni o'qimasangiz ham bo'ladi. Bu joyda tugmani ustiga ptichka qo'yib qo'yadi va OK tugmasini bosasiz va yana qayta bitimni bossangiz birdaniga ushbu bitim amalga oshadi. Va bu joyda yana boshqa bitim turlari bor, albatta ularni ham oxirida so'ngida ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Istasangiz buni yopib yuborasiz ushbu joydan pastdan va sell tugmasini ham ochishingiz mumkin. Xohlasangiz bunday, xohlasangiz bunday. Stop loss qo'yish boshqalarni oxirida ko'rib chiqamiz. Ya'ni grafikni sozlashni ko'rib chiqdik. Juda ham oddiy va sodda. Xohlasangiz buy, sell birdaniga ochishingiz ham mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari aytib o'tgandek, ushbu tugma orqali narxni bu tomonga surib olgandik. Xohlasangiz mana bu joyda sizga ko'rinyapti yoki bilmayman, kichkinagina burchak, uch burchak bor. Xohlasangiz bu yoqqa, xohlasangiz bu yoqqa surib olishingiz mumkin. Aynan o'sha joydan boshlanadi. Buni ham istagan joyingizga qo'yib olishingiz mumkin bo'ladi. Va shu bilan sizga qulay holat yuzaga keladi. Ana endi ushbu joyda bizda bittagina grafik turibdi. Qo'shimcha grafiklarni ochish uchun ushbu vid tugmasini bosamiz va bu joyda obzor rinkani yana qayta ochib olamiz. Va bu joydan istalgan valyuta paramizni yoki bitcoinni istalgan xohlagan juftlikni olib mana bu yuqori bo'shliqqa tashlaymiz. Ya'ni grafikni ustiga tashlasak, qayta boshqa grafik ochilib qoladi. Aytaylik, mana bu joyda yevro dollarga o'tib qoldi. Ushbu holatda ustiga tashlaydigan bo'lsak, yana tillani o'zi ochildi. Agar buni olib yuqoridagi bo'shliqqa tashlaydigan bo'lsak, yangi grafik qo'shiladi. Ya'ni mana bu joyda ko'rib turibmiz, pastdan unisidan bunisiga o'tib olishimiz mumkin bo'ladi. Va yana bittasini ochishimiz mumkin, qo'shimcha dollar yenani va ikkalasida ham mana qo'shimcha pastda biridan ikkinchisiga o'tib ketish birdaniga mumkin bo'ladi. Aytaylik, buni yopdik mana yana qayta. Va endi ushbu joyda yana qayta mana bu sozlamani sozlab chiqishimiz shart emas. Buning uchun nima qilish kerak? Yana sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz va biroz pastroqqa tushadigan bo'lsak, mana bu joyda shablon turib, ushbu shablonni saqlanib qilib olsak bo'ladi. Mana bu joyda saqlanib tugmasini bosamiz va istalgan holatdagi yozuvimizni qo'yib qo'yishimiz mumkin. Aytaylik, 111 3ta 1da qo'yib qo'ydik va saqlanib qildik. Ana endi bu joyga keyingi valyuta paramizni yangi ochgandik. Buni to'liq boshidan oxirigacha sozlamalarni yana qaytib ko'rib chiqqandan ko'ra, yana sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz va shablon bo'limiga o'tamiz. Biz mana bu joyda 111 raqamini qo'yib qo'ygandik. Ushbu tugmani ustiga bosadigan bo'lsak, aynan o'sha sozlama bizga kelib chiqadi. Keyingisida ham xuddi shunday. Sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz, shablonga o'tamiz. 11da edi, misol uchun 00 da turibdi. Bundagi shablonni ham ko'rishimiz mumkin. Bu esa yana boshqa bir shablon. Istalgancha grafikni o'zingizga sozlashingiz mumkin. Orqa fonni o'zgartirib yoki boshqa ranglari boshqacha bo'lib qoldi. Va aynan o'shini saqlanib qilib olasiz. Mana bu saqlanib tugmasi orqali saqlanib shablon tugmasi turib va bu joyga qo'shib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi ikkinchi qismini ham ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Eng yuqorida turgan raqamlar nima? Birinchi o'rinda bu sizni savdo hisob raqamingiz. Undan keyingisi qaysi serverdaligi, hisob raqam haqiqiy yoki demo shot'ligi, barcha ma'lumotlar mana bu joyda berilgan. Keyingi o'rinda fayl, kerakli ma'lumotlarni har biriga to'xtalib o'tmayman. Bu joydan o'zingiz o'qib kerakli narsani olib olishingiz mumkin bo'ladi. Agar qo'shimcha ma'lumot chiqadigan bo'lsa, yo'l-yo'lakay ko'rib ketamiz. Keyingisida ham vidda savdo terminalini ochish, testerni ochish va hokazo kerakli barcha tugmalar mana shu joyda. Ya'ni keyingisida indikatorlarni qo'shish, ob'yom qo'shish mumkin, grafikni sozlash bu joyda ham bor, server okna qo'shimcha ma'lumotlar. Asosiy kerakligi mana bu joyda joylashgan bizda. Qo'shimcha ma'lumotlar yuqorida. Demak,
Mana bu nimani anglatadi? Ya'ni uzun to'g'ri liniya. Sizga qaysidir grafikni qaysidir joyi kerak bo'lsa, o'sha joyga qo'yib olasiz va sizga eslatma sifatida turishi mumkin. Buni o'chirib tashlasangiz ham bo'ladi. Yoki ushbu qaysidir darajalarni aniqlash uchun sizga kerak bo'lishi mumkin. Shu holatda bu chizig'imiz. Mana shu holatda buni ishlatishingiz mumkin. Istasangiz buni qimillatmasdan joyida tursin desangiz, doim tugmani 2 marta bosasiz, sichqonchaning chap tugmasini va mana bu joydagi to'rtburchak yo'qolib qoladi. Ya'ni sizga doimiy grafikni chapdan o'ngga yoki o'ngdan chapga qimillatganingizda bu ham qimillab ketmasligi uchun 2 marta yana bossangiz yana paydo bo'ladi va xohlagan joyingizga surib olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi esa trend liniyasini tortishda ishlatiluvchi chiziq hisoblanadi. Mana bu holatda istasangiz yana bu holatda chizishingiz mumkin. Ushbu trend liniyasini chizishda foydalanuvchi vosita hisoblanadi. Keyingisi Fibonacci va tekst yozishingiz mumkin yoki kvadrat chizishingiz mumkin qandaydir va bundan tashqari bu joyda qo'shimcha qaysidir element kerak bo'lsa qo'shib olishingiz mumkin bo'ladi bu joyga ham. Uning uchun mana shu joyga olib borasiz sichqonchani istalgan joyiga. Ya'ni e'tibor bersangiz har bittasi bo'limlarga bo'lingan. Mana shu bo'limga qo'yasiz, o'ng sichqonchani tugmasini bosasiz va nastroyka bo'limiga o'tib mana bu joydan qo'shib olishimiz mumkin. O'ng tomonda turganlar hozir mana bu joyda borlari. Aytaylik, birorta elementni qo'shmoqchi bo'lsangiz, aynan o'sha elementning ustiga sichqonchaning chap tugmasini 2 marta bosadigan bo'lsangiz, bu yoqqa o'tib qoladi. Va zakret tugmasini bosasiz, mana bu joyda o'sha element hosil bo'lib qoldi. Keyingisi esa time frame'larni o'zgartirish. 4 soatlik xohlasangiz 1 soatlik o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Bu sodda. Va undan keyingisi bular sizga kerak bo'lsa, barchasini ishlatishingiz mumkin. Algot rating bo'yicha va yangi bitim ochish uchun ushbu holatda ham ochish mumkin. Mana bu joyda birdaniga ochayotgandik, bu joydan ham qaysi narxdan ochish kerakligini yoki отложенный orderlarni qo'yib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Va keyingilari esa aytganimizdek bar shaklida ko'rmoqchimisiz yoki linear shaklida yoki switchlar to'g'risida. Barchasi ma'lum. Ushbu grafikni yaqinlashtirish lupa, ya'ni plus turibdi, buni uzoqlashtirish. Ushbu holatda ishlaydi. Keyingisini bosadigan bo'lsak, bizda mana bu joyda nechta valyutalarni ochib qo'ygan bo'lsak, juftliklarni, o'shalarni hammasini teng bo'lib, taqsimlab bu joyga qo'yib qo'yadi. Agar 4 ta bo'lsa, 4 ta qismga bo'lib qo'yishi mumkin bo'ladi. Yana qaytib joyiga qaytarish uchun mana bu joyda kattaytirish tugmasini bossak va yana oldingi holatiga qaytib qoladi. Ushbu tugmani ko'rib chiqdik. Grafikni surish va joyiga qaytarish. Mana buni tugmani bosib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni mana bu holatda xohlagan joyiga surib olishimiz mumkin bo'ladi. Agar bu tugmani yana bosadigan bo'lsak, grafik joyiga qaytib qolaveradi avtomatik tarzda. Demak, tepadagi kerakli vositalarni ko'rib chiqdik. Sizga asosiy kerak bo'ladiganlarni aytib o'tdim. Qo'shimcha yana qanaqadir element vosita kerak bo'ladigan bo'lsa, qo'shib olishingiz mumkin bo'ladi. Qanday qo'shish kerakligini aytib o'tdim. Ana endi 3-qism. 3-qism esa mana bu joydagi ma'lumotlar bilan pastdagi qismdagi bilan tanishib chiqamiz dedik. Buni qanday qilib ochish mumkin? Mana bu holatda yopib yuborishimiz ham mumkin. Buni qaytarish uchun vid tugmasini bosamiz va instrument tugmasini ustiga bosishimiz mumkin bo'ladi va grafikimizda ochiladi ushbu narsa. Bizga kerakli bo'ladigan narsasi asosan 2 ta tugma. Qolgani deyarli shaxsan o'zim ham ishlatmayman. Birinchisi targovli, ya'ni ochiq bitimlar yoki отложенный orderlar barchasi shu yerda. Aytaylik, mana bu joyga sell limit qo'yib qo'yadigan bo'lsak, aytaylik ushbu holat. Va mana bu joyda pastda sell limitimiz paydo bo'lib qoldi. Keyingisi esa bizda tarixni ko'rish, ya'ni istoriyani. Mana bu joyda bitta bitim ochgan ekanmiz, o'sha tarixi turibdi. Va bundan tashqari yangiliklar bo'lsa, pochtaga kelayotgan xabarlar va ekonomik kalendar to'g'risida bu yerda ma'lumotlar beradi. Bularda deyarli ishlatmayman. MetaTrader 4 platformasida ham xuddi shu narsalar mavjud, faqatgina yangiliklar to'g'risidagi ekonomik kalendarlar ko'rinmaydi bu joyda. Bu joydagi eng pastdagi qismda asosiy kerak bo'ladigan ma'lumotlar mana shu edi. Ana endi grafikda asosiy bitimlar turi bilan ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu joyda bitimlar turini ko'rib chiqishdan oldin juda ko'pchilik so'raydi. Videolarimda bitimni yarmini yopib, qolganini ushlash to'g'risida juda ko'p aytib o'tganman. Aynan shu narsa to'g'risida so'rashyapti. Shuning uchun bu narsani eslatib o'tib ketmoqchiman yoki bilmasangiz o'rganib olasiz, bilganlar uchun eslatma bo'lishi mumkin. Aytaylik, ushbu holatda sizda hozir foydada turibdi. Ochilgan bitim. Buy bitimini ochdingiz, sell bitimini farqi yo'q. Ushbu bitimni ustiga 2 marta bosamiz va aynan mana shu bitim to'g'risidagi mana bu joyda ma'lumot bo'ladi. Va bu joydan biz изменить pozitsiyani исполнение по рыночной holatiga o'tkazib olamiz. Va mana bu joyda qancha miqdorini yopib yuborish to'g'risida yozishimiz mumkin bo'ladi.
bo'ladi. Aytaylik, bu joydan 0.40 ni yoki 0.5 ni farqi yo'q va pastda close tugmasini bosiladi va ko'rishimiz mumkin bizda 0.50 bor edi, 0.10 qoldi va istoriyasiga o'tadigan bo'lsak 0.40 ob'yomda yopildi. 0 mana bu joyda ko'rsatib qo'ygan. Ob'yomda 0.40 yopildi, 0.50 da ochilgandi. Ma'lum bir qismi yopildi deyapti. Va targovli bo'limiga o'tamiz. Keling yana bir bor ko'rib chiqamiz aynan shu narsani. Sichqonchani chap tugmasini 2 marta ushbu orderni ustiga bosamiz va bu joydan renishniga o'tkazamiz va biz bu yerda 0.10 qolgandi. 0.10 dan 0.5 ni yopib yuboramiz keling. 0.5 ni va 0.5 qoladi shunda. Bizda hozir 0.10 ni turibdi. Close tugmasini bosamiz. Yana yopildi va 0.5 ob'yomimiz qoldi. Istoriyasiga o'tamiz va ko'rishimiz mumkin. Mana bu joyda alohida ko'rsatmayapti. 0.50 dan 0.45 yopildi. 0.40 da endi 45 ga o'tib qoldi. Va shu tartibda hammasi o'zgartiriladi. Ya'ni bitimni yarmini yopib yuborish. Ana endi bu joyda stop loss qo'yishni va take profit qo'yishni ko'rib chiqamiz. Bitim ochilgan bu joyda stop lossni qo'yish uchun buy bitimini ochganmiz. Pastga tortamiz ushbu o'rinda. Stop lossni qo'yamiz istalgan joyiga. Take profitni ham xuddi shunday sichqonchani chap tugmasini bosgan holatda yuqoriga ko'taramiz yoki pastga. Bu holatda buy bitim uchun yuqoriga ko'tariladi albatta va take profit yuqorida turib stop loss pastda. Yoki xuddi shuni sichqonchani chap tugmasini 2 marta bosamiz, take profit bilan stop lossni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Aytaylik, take profitni 77 ga qo'yishimiz mumkin, stop lossni esa 4018 ga misol uchun. Va izminitni bosadigan bo'lsak, bular hammasi o'zgarib qoladi. Bitimni yopish ushbu joydan zakrit order qilish ham mumkin yoki mana bu pastdan ham yopish mumkin bo'ladi. Demak, bitimimiz yopildi. Ana endi bitimlar to'g'risida gaplashamiz. Bitimlarda ikki xil turi mavjud. Biri ranishniy order, ya'ni narx qayerda turgan bo'lsa, aynan o'sha joydan bitimni ochish. Aytaylik, shu narxda turibdi narx hozirgi holatda, aynan shu joydan bitimga yoki savdoga kirish. Keyingisi limitni order hisoblanadi. Ya'ni narxning turgan joyidan yuqorida yoki pastdagi bitimlarni nazarda tutadi. Ana endi yuqoridagi bitimlarni ko'rib chiqamiz. Aytaylik, mana bu narxni nazarda tutyapmiz. Narx harakatlanib yuqoriga yetib keladigan bo'lsa, bu joyda ham limitni order ikki xil bo'ladi. Biri sell limit bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, aynan mana shu narxda. Narx shu joyga kelib, narx pastga harakatlanishini nazarda tutayotgan bo'lamiz. Ya'ni sell limit order qo'yadigan bo'lsak, narx yetib keladigan bo'lsa, bizga sell bitimini ochib beradi. Keyingisi esa buy stop, ya'ni ikkinchisi aynan shu joyga narx harakatlanib yetib keladi. Buy stop amalga oshadi, bu esa narxning o'sishiga nisbatan aytiladi, ya'ni davom etishi. Mana shu narxda bizga bitimni ochib beradi. Bu limitni order nega kerak? Siz tahlil qilgansiz. Tahlilingiz aynan mana shu joyda, aytaylik, mana bu joyda buzib o'tadigan bo'lsa, narx davom etadi deyapsiz yoki mana shu joyga buzib o'tib lojniy proboy qilib pastga qaytadi deb taxmin qilyapsiz. Va shu paytda sizga bu grafikni oldida doimiy ravishda o'tirmasligingiz uchun yoki turmasligingiz uchun kerak bo'luvchi vosita hisoblanadi. Pastdagi narxni nazarda tutadigan bo'lsak, aytaylik, ushbu narx, aynan narx bu joyga yetib kelib, buy limit qo'yadigan bo'lsak, narxning yana qayta o'sishini nazarda tutayotgan bo'lamiz. Agar sell stop qo'yadigan bo'lsak, narx pastga yetib kelib, aynan mana shu narxdan yana narxning pastga davom etishini nazarda tutayotgan bo'lamiz. Limitli orderlar mana shundan iborat. Bu yerda oshiqcha va qiyin narsani o'zi yo'q, soddagina. Ana endi bularni qanday amalga oshiramiz? Aytaylik, ushbu nuqtadan birinchisi, ikkinchisi esa pastga narx qo'yib oldik. Demak, ikkita holatda o'zimizga daraja yoki bir ma'lum bir narxni belgilab oldik. Bu joydan narxni sell limit qo'yish uchun yuqoridan sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz va mana bu joyda sell limit turib, bu joydan ham amalga oshirish mumkin. Yoki o'zgartirib buy stop ham qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Xohlasak sell limit, xohlasak buy stop. Aytaylik, sell limit qo'yildi. Biroz yuqoriroqdan buy stop ham qo'yishimiz mumkin. Mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Biri sell limit, biri buy stop. Biri narxning birinchisi orqasiga qaytishi, ikkinchisi esa davom etishi. Agar ushbu narxda bo'ladigan bo'lsa, yana sichqonchani o'ng tugmasini bosadigan bo'lsak, ushbu joydan buy limit chiqib turib yoki shuni takrorlaymiz, sell stop. Biri narxni qaytishi, ikkinchisi narxni davom etishi, ya'ni tushishda. Xuddi shu tartibda qo'yish mumkin. Yoki bo'lmasa, noviy order orqali qo'yish ham mumkin bo'ladi. Bu joyda ko'rib turibmiz, ranishniy order bilan kirish mumkin, ya'ni narxning
joyida turgan holatda yoki отложенный order o'tkazadigan bo'lsak, buy limit, sell limit, sell stop, buy stop, sell stop barchasi ushbu joyda ko'rsatilgan. Bu holatda ham amalga oshirish mumkin. Aniq narxlarni yozib chiqasiz bu joyga va stop lossni qaysi narxdaligini barchasini qo'yib, narxni установить tugmasini bosiladigan bo'lsangiz, aynan o'sha siz aytgan joyga narxni qo'yib beradi. Bitimlarning turi mana shulardan iborat. Va biroz muddat o'tdi ko'rib turishimiz mumkin, aynan mana shu joydagi limitli orderlarimiz amalga oshdi. Demak, siz savdo qilishingiz uchun barcha kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berdim, asosiy ma'lumotlarni. Juda ham ichiga kirib chuqurlashib ketmadik va bundan tashqari MetaTrader 5 platformasida ko'rsatdim. To'rda ham xuddi shuni o'zi. Barchasi deyarli bir xil, faqatgina ayrim jihatlari birozgina boshqa joyda joylashgan bo'lishi mumkin, lekin asosiy mohiyati bir xil. Telefonda ham xuddi shunday bir xil shaklda amalga oshiriladi. Agar sizga ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like va o'zingizni fikringizni kommentariyaga yozib qoldirishni unutmaysizlar degan umiddaman. Bugungi video rolik mana shulardan iborat. Qo'shimcha sizlarga boshlang'ich ma'lumotlar bo'yicha yana nima kerak va aynan siz nima bilmoqchisiz ushbu tradingdan, shu narsani fikringizni qoldiring. Aynan o'sha video to'g'risida video darslik sifatida ma'lumot berishga harakat qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'linglar. Barchaga omad, xayr.